Firibgarlar pensiya yoshidagi keksalarni qanday chuv tushirmoqda? Bank kartalari va onlayn xizmatlar rivojlanib borayotgan bir paytda jamg'arilgan mablag'larga hujumlar soni ham oshdi. Firibgarlar plastik karta hisobidagi mablag'ni masofadan turib tunashning ustasi farangi hisoblanadi. Afsuski, keksa nuroniylar, otaxon va onaxonlarning ishonuvchanligi ularga qo'l kelyapti. Ushbu videoni tomosha qilib, firibgarlar tuzog'idan qanday himoyalanish haqida bilib olasiz. Dastlab firibgar sizga qo'ng'iroq qilib, o'zini bank yoki boshqa to'lov tizimlarining xavfsizlik xodimidek ko'rsatadi. Tizimdagi shubhali operatsiya yoki nosozlik yuz berganini va buni bartaraf etish uchun unga karta ma'lumotlari va SMS kodlari kerak bo'lishini aytadi. Bunday yolg'onlarga ishonib, shaxsiy bank kartangiz ma'lumotlarini taqdim etishingiz esa plastik kartangizda bo'lgan pullaringiz ko'kka sovurilishiga olib keladi. Demak, sizga bank yoki boshqa to'lov tizimlaridan qo'ng'iroq qilib, kartangiz ma'lumotlari haqida so'rashsa, darhol telefoningizni o'chiring. Aslo ular bilan muloqotga kirishmang. Sizni qancha ishontirishga urinmasin, plastik kartangiz ma'lumotlarini, ayniqsa SMS kodlarini hech kimga aytmang. Yaqinlaringiz va ota-onangizga har bir qo'ng'iroq qilgan notanish raqam ham ishonchli emasligini, ayniqsa gap shaxsiy ma'lumotlar haqida ketganda juda hushyor bo'lish kerakligini tushuntiring. Agarda siz yoki yaqinlaringizga shu kabi qo'ng'iroqlar bo'lsa, zudlik bilan profilaktika inspektoriga murojaat qilib, begona qo'ng'iroq orqali taqdim etilgan ma'lumot haqqoniy ekanini tekshiring. Internet firibgarlaridan ogoh bo'ling.